Bugun machine learningda qarorlar daraxti nima o'rganib chiqamiz. Buning uchun bizga qisqa faylni olishimiz uchun datasetni pandas kutubxonasi kerak bo'ladi. Mana ahror degan nimani chaqirib olganman. Ma'lumotlarda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bunday qo'yib mana qisqasi yoshi, experience tajribasi, unga qo'yilgan baho, millat davlati borish. Bu misol qo'shiqchi 36 yoshli, 10 yillik tajribasi bor. Nimasi unga qo'yilgan otsenka bahosi 9. Buyuk Britaniyalik. O'shani konsertiga borish yoki bormaslik, mana bu yerda bizning qaror, mana borgan yoki bormagan. Mana bunga borgan. 43 yosh, 21 yillik tajriba, 8 otsenkasi amerikalikka borgan o'sha konsertiga. Biza bashorat, bu qarorlar daraxti orqali bashorat qilamiz. Misol uchun oxirida 40 yoshli 7 yillik tajribaga ega bo'lgan, bahosi 8, shu amerikalik nimaga borganmi yo'qmi degan savolga hozir qarorlar daraxtidan javob nima qilamiz? Javob olishga harakat qilamiz. Buning uchun mana bu nimani bizning datasetimizda o'qitib olish kerak. O'qitib olishimiz uchun mana pandas kutubxonasi kerak bo'ldi. Mana o'shani o'qitib oldik. Mana o'qitib olganimizdan chiqqan nima? O'sha jadval. Biza qarorlar daraxtida nimalarni, ichidagi so'zlarni hamma qisqasi o'zgaruvchilar hammasi sonda bo'lishi kerak qarorlar daraxtida. Shuning uchun nationality ustunini songa aylantirdik. Mana United Kingdom 0 ga teng, USA 1 ga, no degan 2 ga teng deb oldik. Mana bu yerda shu map komandasi orqali bularni mana shunga o'zgartirdik. Mana shu ustunni go borish yoki bormasligini ham 1-0 ga o'zgartirdik. Ko'rishingiz mumkin. Shu bu mana 1-0 ga aylandi. Xo'p, endi biza nimani topishimiz kerak? Mana borish yoki bormasligi. Значит, borish yoki bormasligi ustunini qolgan ustunlar bilan solishtirish kerak. Bog'liqligini topish kerak. Xo'p, qolgan ustunlarni bitta x o'zgaruvchiga o'zlashtirib olamiz. Bu yerda bitta go ustunini bitta o'zgaruvchi y ga o'zlashtirib olamiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek bu hammasi x o'zgaruvchi, pastdagi y o'zgaruvchi. Xo'p, endi biza qarorlar daraxtini yasab olish muammosiga kelamiz. Bizga panda kutubxonasini chaqirib olganmiz yuqorida. Sklerin nimasi kerak? Bizga qarorlar daraxtini bibliotekasi. Mana Sklerin 3 shu qarorlar daraxtini chaqiryapti. Hop, matplotlib chizishimiz uchun kerak grafikni. Matplotlib qarorlar daraxtini ichida joylashib ketadi. Mana shu komandamiz orqali biz qarorlar daraxtini grafikini chiza olamiz. Hop, bu yerni tushuntirib o'tdim, buni ham tushuntirib o'tdim. Mana qarorlar daraxtini chaqirib olganimiz bizlarni bergan dataset ma'lumotlarimizdan har xil qarorlar chiqarish uchun ishlatiladi. Xo'p, qarorlar daraxtining
grafiki unga mana shu qiymatlarni berish mana shu qiymatlarni berishdan chiqqan natijalarni bossak, qarorlar daraxtiga yana bitta nimasi har nimada har xil chiqadi. Mana bu yerda hozir boshidan ishlatib kelish kerak. Mana bu yerdan bizning ahrorni ichi nimasi qarorlar data setimiz bu nima x y emas. Mana bizning qarorlar daraxtimiz. Xo'p, bu yerda nima bo'lgan? Rang ustuni bor edi, baho. Mana bu yerda ko'ra qolaylik. Mana rang ustuni u o'sha qo'shiqchiga qo'yilgan otsenka. Xo'p, o'sha otsenka baho 6.5 dan kichkina bo'lgan. Gini qanday hisoblanadi? Ginini hisoblash uchun 6.5 dan kichkinalarni oladi. Hozir rangki. Xo'p, keyin giniga kelamiz. Gini bu 0 bilan 0.5 oralig'idagi son bo'ladi. Hamisha ginini hisoblash uchun Wordga formulasini yozib beraman hozir. Bir minus x taqsim n ni qausni kvadrati bo'ladi. Minus y taqsim n ning qavsining kvadrati. Bu ginini hisoblash formulasi. Bizda hozir ginini hisoblab beraman. 1 minus x taqsim n. Birinchi qiymatga keladigan bo'lsak, mana 6.5 dan kichkina bo'lganlari 13 ta qiymat. Hozir bu bizning bazamizda mana ko'rishingiz mumkin. 0 dan boshlab 13 gacha. 13 ta qiymat, samples degani 13 ta qiymati bor degani. Valuya 6.7 degani 6 ta yo'q, 7 ta ha degan javobi bor deyapti ichida. Xo'p, endi ginini hisoblash. X bu ha nimasi mana bizning nimamizda nechta ha bo'lsa, mana 1 2 3 4 5 6 7 ta ha. 1 minus 7 taqsim n nechta? N 13 ta. 13 o'shani qausini kvadrati. Tak, minus 7 taqsim 13 ning yo'q. Endi 6 taqsim 13. 6 taqsim 13 ning qavsining kvadrati. Mana shunday hisoblanadi gini. Buni chiqqan natijasi 0.9 chiqdi. 6.5 dan kichkina yoki ko'ramiz mana 6.5 dan kichkina. Rangi 6.5 dan kichkina. Bu 6.5 dan kichkina. Mana bu ham 6.5 dan kichkina. Bu ham 6.5 dan kichkina. Bu ham 6.5 dan kichkinalari. 1 2 3 4 5 3 4 5 ta qiymat 6.5 dan kichkina ekan bizda. Значит, mana bu yerda 5 ta qiymat 6.5 dan